Do'stlar, hozir sizlarga eng arzon narxlarda bir kishilik adyollarimiz va ikki kishilik adyollarimiz narxlarini birma-bir narxi nech bo'lu bir qator ko'rib chiqamiz. Hammasi oldindan aytib o'tib ketamiz. Besplatniy sumkasi bilan narxini eshitasiz arzon, lekin buni sizga shunday taklif beramizki, optim narxda olib bir oyga nasiya savdoni tushuntiramiz. Ketdik. Narxlari mana bir kishiliklarimiz mana zarli. Hop, mana kattaligi, mana bu tarafi ham adyol, bu tarafi ham adyol. Endi buni rasvetkasi hozir bir 7-8 xil sveti bor, chunki mana bular ham hammasi svetidan. Biz Telegramimiz bor, Sifat Tekstil Telegram kanaliga o'tsangiz, Telegram kanalda mana uni hammasini bitta rasmi, razmerigacha o'lchab, divanga yozib, kilovatga yozib, narxlarini, rasmlarni tashlab berganmiz. Unda ko'rsangiz ham bo'laveradi. Endi hozir mana buni 2 kishiliklarni ko'ramiz. Mana ular hammasi 2 kishiliklar bular. Hop, endi sizga katta sirni ochaman hozir. Mana bu adyolimiz 235 ming so'm asl sklad narxi, lekin mana bunaqa korobkaga solib qo'yiladi-da. O'zi bu korobka Xitoydan keladi, qimmat korobka. O'shan hisobiga mahsulotning narxi qadrlanib oshib ketadi. Lekin hozir bular optimga 450 mingdan beriladi. Shu 450 minglik adyolni men bitta korobkasini olib qolaman. O'rniga mana bunaqa chiroyli besplatniy sumka qo'yib beraman. 450 ming bas, endi 235 mingdan qalinligini qarang. O'zidan chiqqan gullari. Adyolni tushunadiganlar hamma biladi buni. Xo'p, buni rasvetkasi mana hozir bitta xamir uchidan patir ikkita rasvetka qilib qo'yilgan. Bu qatorda ham. Lekin bular juda ham ko'p partiyada. Yanada ko'rishingiz uchun mana ko'rsatishimiz mumkin. Mana yana rasvetkalari bir-biridan baxmal gulliklari bor. Mana rasvetka. Qalinligini qarang. Bu tarafi ham mana toza adyol. Yolg'on takami bas. Bu tarafi ham mana toza adyol, vishipkali ikkala tarafi ham. Bu tarafini ham, bu tarafini ham ishlatsa bo'ladi. Besplatniy sumkalari bilan mana sizga ob'yom nechta kerak? Bu tomoningiz ham adyol bo'lsa, chap taraf, o'ng taraf adyol bo'lsa, yerlar, pastlar adyol bo'lsa, razmerlari va shu katta bo'lsa, mana hozir bitta mana uni ochib beraman hozir. Yo xudo, mana og'irligi lekin qalin, juda 5 kilodan oshiq bo'ladi bular. Mana bu tarafi mana adnotonniylik ekan bu. Bu tarafi mana bunaqa gulli. Xo'p, endi buni rasvetkalari juda ham seroq. Misol, mana shu modelimizni 6 xil sveti bor. Yana bitta modelimizni 6 xil sveti bor. Xuddi shunaqa qilib bog'lab dastavka qilib ham chiqarib yuryapmiz viloyatdan kela olmaganlarga. Agar viloyatdan keladiganlarga bo'ladigan bo'lsa, bularni biz muddatli to'lovga qilib beryapmiz. Uni ham bir tushuntirib o'tib ketamiz sizlarga. Endi hozir mana tuya ko'rpalarimizni ko'rsataman mana. Mana qarang, mana ularimiz oq qushlik varianti. Ham oq qush rasmlari bor, ham vishipkasi bilan. Ichi qalin sintifon bo'ladi. 2 kishilik 160 ming, sketkada hozir 100 ming so'mdan qilib berganmiz. Buni ham o'zini mana bunaqa besplatniy sumkalari bor. Endi buni tuya qushligi bor. Mana tuyasi bor. Rasvetkasi mana. Bundan ham mana vishipkalari mana bunaqa ikkitalik tuya ko'rpamiz va oq qush ko'rpamiz. Hozir ham trenddagi adyollarimiz 235 ming. Hop, bemalol o'rtoqlar. Hop, endi bitta tushuncha berib o'tib ketamiz. Siz Qo'qon shaharga Ipoteka bankda oldida ofisimizga kelasiz. Xohlasangiz 3 ko'prikda Agrobankda oldida bizni o'sha katta skladimiz. Ko'rib turgan skladingiz. Xo'p, siz 1 million pul bilan kelib 5 millionlik tovar olib ketsangiz bo'ladi. Evaziga bitta pasport, bitta plastik. Akizmi, apizmi, kimdirdi bitta kafil qilib ketasiz. Mabodo kela olmay qolganimda, safarga ketganimda unimga berib turasan degan maqsadda, u yaxshilik uchun. Xo'p, 2 million pul bilan kelsangiz, ya'ni 10 millionlik tovarni olib ketsangiz bo'ladi. Ekranda nomerlar bor. Bemalol aloqaga chiqib, nima kerak bo'lsa, birma-bir ko'rib chiqib, Qo'qonga kelib, bundan boshqa tovarlarimiz ham naval, serob, hammasi sizlar kelib olib ketishlaring uchun tayyor turibdi. Demak, Qo'qonda ko'rishamiz. Azizlar, qopni olib bemalol kelaverasizlar. Qop esibdan chiqib qolsa, o'zimizdan qop bor xullas. Charchamanglar.